Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybekni kuzatib turgan do'stlar. Demak, ustaxonamizda svarka apparati obzorlari, remontlari davom etmoqda. Oybekga qaysi svarka apparati yaxshi deb ko'pchilik aytadi. Har bitta videoimda maslahat berib ketyapmiz. Bugun bizga remontga polvon svarka apparati kelgan. Hop, apparat ichki konstruksiyasini ochgan bo'lsak, bo'limi yaxshi. Hop, apparatni do'stlar bir oyda bir marta ichini очистка qilib turinglar. Ichki konstruksiyasi bilan bir qator tanishtirib o'taman. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, pastda qizil tugmacha bor. Keyin mani Instagram kanalim Ustoybekka o'tib ham obuna bo'lib qo'ying. Instagram kanalimga ham obzorlar qo'yib boryapman. Kommentariyaga o'zi ishlatayotgan svarka apparati nomini yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Qaysi svarka apparat zo'rligini yozinglar va praktikada boshqacha aytadi. Ko'pchilik do'stlarimga yordam bo'ladi. Video so'ngacha ko'rsating, qaysi svarka apparati yaxshi, yomon, batafsil ma'lumotlar berib o'tib ketyapman. Ya'ni apparatingiz kuymasin deydigan bo'lsangiz, kerakli maslahatlarni ham beryapmiz. Demak, kuzatib turinglar, ketdik do'stlar. Hop, polvon svarka apparat PW140-201. Qaranglar, do'stlar, strujkaga to'lib ketgan. Maslahatim, apparatni biroz tozalab turinglar. Bunda hozir tekshirgan tranzistorlar kuygan. Tranzistorlarni almashtiraman, ichini poni tozalaymiz. Apparat shunday holatda. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta kondensator, silovoy kondensatorlar, filtr ishi, diodli mostimiz. Xo'p, tranzistor 4 ta, menimcha 50 amperlikdan chiqishda diodli shotkanamiz bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta, 6 ta. Hop, qaranglar, hamma svashni invertorlar postoyanka tokda ishlaydi, perimenka bo'lmaydi. Postoyanka chiqarib beradi do'stlar. Invertorda postoyanka chiqarib beradi, transformator bo'ladi, kichkina bo'ladi, faqatgina visokachastotli bo'lgani uchun, chastota yuqori bo'lgani uchun transformator kichkina bo'ladi xolos. Transformatordan chiqqandan keyin diodli shotkalar bilan postoyanka bo'ladi do'stlar. 100% postoyanka chiqarib beradi. Men videoda svarka apparatda ishlash prinsipini tushuntirib o'tganman. Svarka apparat, svarshni invertorimiz hammasi chiqishda diodli mostdan o'tgandan keyin mana postoyanka bo'ladi do'stlar. Mana qarang, bizdan ko'ralar mana. O'zgaruvchan tok tarmog'i 50 Hz. Diodli mostimiz o'tgandan keyin puls rishi bo'ladi. Kondensatorlar bilan filtrlanib tekizlanadi. So'ng transformatorimizga berganimizda transformatorimiz o'zgaruvchan tokda ishlaydi. Chastotani ko'targanimiz hisobi 100 kHz ga transformator gabariti kichiklashadi va chiqishida perimenka bo'ladi, faqatgina chastota yuqori bo'ladi, 60 volt plus 20 ag'a bilan 100 kHz da, mana 100 kHz da tebranadi va chiqishiga diodli most qo'yamizda va chiqishda postoyanka tok hosil bo'ladi. Demak, postoyanka tok shunda shu invertorga aytiladi. Postoyanka ishlab chiqarib beradi. Perimenka bo'lmaydi. Perimenka bo'ladi, xuddi shu tizim bo'ladi-da, bundan chiqishiga argon apparatlarda отдельный yana invertor qo'yiladi-da, shu postoyanka tokni olib turib, perimenka qilib chiqarib berib chastotalari boshqa bo'ladi. Argon apparatlarda alimentlar ishlash uchun отдельный yana invertor qo'yiladi. Bunda invertor tizimi svashniy apparatda algoritmida chiqishida postoyanka bo'ladi do'stlar, adashmanglar. Postoyanka eski svarka apparatlarda transformator chiqishi diodli bo'lmaydi-da, perimenka bo'ladi. Perimenka elektrodda ishlaydi. Bu invertorli svarka apparatlar, barcha invertorli platali svarka apparatlar chiqishi postoyanka do'stlar, o'zgarmas tok bo'ladi. Esdan chiqmasin. Mana o'zimni svarka apparati ishlash prinsipi haqida video tayyorlab qo'yib berganman. O'tib ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Hop, buni remontini qilaman, men sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, demak, apparat ko'rasizlar, ko'pincha shu orasiga shunaqa narsalar to'ladi. Strujka, pustrujka shuna narsalar. Apparat tranzistorlari kuyib ketadi. Xuddi shunga o'xshab. Bundan razbiratsiya qilib yechib oldik. Tranzistorlarni almashtiramiz. Mana yerda diodlar ham bor. Diodlar ham ketgan bo'lishi mumkin. Tranzistorlarni almashtiramiz, tekshiramiz, ispitat qilamiz do'stlar. Hop, apparat polvon tokini pasaytiramiz. Tok bo'lishlari bor. Ochamiz. 50-60 ochamiz. Bu yerdan tok bo'lishlari yaxshi. Maksimum chiqamiz-da 140 amper. Tok bo'lishi dugalari bor. 150 amper, maksimum 200 da. Demak, bu apparatimiz 180-190 amper tok beryapti. Ishlashlari zo'r. Do'stlar, chiqarib remontini qilib qo'ydik. Apparat yaxshi polvon PW140-200 lar.
kanalga obuna bo'lib ketishingizni chiqamiz. Hop, polvon apparatimiz P140-200. Shuna elektrod bo'laveradi. Demak, chaqishlari bor. Biz elektrik mashina holatda ishlashlari yaxshi do'stlar. To'k berishlarini ko'rdilaring. Mashina